kengaytiraman deyapsiz. Men ish demas yo'qman. Xabaring yo'qmi? Ha, xabarimda o'tkazishga gaplashganmiz. O'tiranga to'xtatib turasiz 1 minut. Baholasdan yuryapman. Oradan kirib bitta-bittalar ko'rishyapti. Ağladın mı? Assalomu alaykum. Sizga ko'cha boshqa. Loylik uchun ancha. Hali kechib kira olmadik. Hali loy kechdim. Hammasini qilib berishdi. Endi prezidentlarimizga rahmat. Shunchalik baribir davlatimiz qilib beradi. Hech qachon xalqini tashlab qo'ymaydi-ku. Prezidentimiz hech qachon fuqarolarini mana shu o'zini farzandlaridek ko'radi. Kechqurungi menga ajratgandan summadan yana qo'shib, meni mablag'larim qilib, mana navesimni hojatxonamni bitkazib beraman deyapti. Boshlanyapti. Mana o'zingizlar ko'rib, hamma yo'q qilinyapti. Prezidentimiz topshirig'i bilan rahmat. Shunchalik bizni o'ylab kelishib shu yerlarda kechasi bilan yurishgan. Yo'q, oldinga o'zi loy kechib yurgan joylarni ham o'z ko'zim bilan ko'rdim. Oldimi? Sog'misiz? Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Yordam berishib, hamma yo'q joyiga qo'ydik. Jirrakinoda o'zi, tug'ma. Ha? Tug'ma o'zi unga odat bizda. Marhamatli bitta qizim ketdi-da. Iflos tashlab ketgan 2 yoshli bolasi bor ekan, kasal, uyi yo'q, ko'chada yurib degani tushyapsanmi? Ikkomiz nomimizdan bir xonali bo'lsa ham bitta uy sovg'a qilaylik shunga. Marhamatni o'zidan qilsang yaxshi bo'ladi, marhamat. O'zaro kelishuv bo'lgan ekan ular, to'lab beradigan bo'lgan ekan, so'ng'or bo'lgan ekan mana holati.